Shvetsiyadagi Uyg'ur faoliyatchi Nabijon A'loning tashkillashida suratga olingan Qaytish nomli qisqa hikoya film Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Xotir kunida, ya'ni 12 noyabrda tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdi. Bu filmda Gollandiyada yashaydigan Odil ismli bir yoshni vatandagi oilasi Xitoy soqchi kuchlarining besimi bilan vatanga kelib tuqqay yo'qlashga chaqirishi, bu yosh Urumchiga qaytgandan keyin vatanda ko'rgan soxta sahnalar, bu yoshning uydagi soxta tuqqanlar, shuningdek ularning mushu oiladagi har bir ish harakatni nazorat qildiganligi astoydillik bilan yo'ritib berilgan. Aytish nomli bu filmning ssenariyasini Nabijon A'lo yozgan bo'lib, filmning rejissyorligi Türk televiziya filmlarining rejissyorligini qilayotgan tangliq rejissyorlarning maslahati va yordamida tamomlangan. Filmni ishlash jarayonida Turkiyadagi ba'zi artistlar filmdagi ana roliga chiqishni rad qilgachqa, amalsizlikdan ana rolini singil roliga almashtirishga majbur bo'lgan. Bu film Nabijon A'loning Uyg'ur muhojiratiga taqdim qilgan ikkinchi filmi bo'lib, bundan 3 yil burun tarqitilgan Qorlangan vijdon nomli filmmi ko'rurmanlarning qizg'in olqishiga erishgan edi. Bu munosabat bilan Nabijon A'lo apandini ziyorat qildik. U suhbatimiz jarayonida bu filmni ishlash navbatdagi vaziyatning jiddiy ehtiyoji ekanligini, shuningdek filmni ishlashdagi maqsadi haqida o'zining ko'z qarashlarini radio anglovchilar bilan o'rtoqlashdi. Hem de bu filmni işleştiki maqsadimiz Xitoy tajovuzchilari 2023 yılı 8 aydan başlap vatanga, yani bizning Sharq Turkistonga berib keladigan chet eldagi Uyg'urlarning vizasini qolaylashtirish yoki vizasiz berib kelishga bir turkum Uyg'urlarni tashkillab, vatanimizning Qashqar, Urumchi qatorliq shaharlarini markaz qilgan asosda shu yerlarga ziyoratga, tuqqan ziyaratiga va yoki kollektiv shaklda biz ziyoratlarga o'rinlashtirgan bo'ldi. Bu mu sotsial medialarda tarqalgan bo'ldi. Xalqimizning nihoyatda qattiq g'azab nafrati qo'zg'aldi. Shu vajidan Xitoy tajovuzchilarining bu suiqasdining kengayib, yana nurg'un begunoh qarindoshlarimizning Xitoyning qiltiqiga tushib ketmaslik va buningdan ogohlantirish maqsadida bizning film guruhimizdagi qarindoshlar bilan hamkorlashib, biz mushu bir vatanga qaytish nomida bir filmni ishlab chiqsak, bu qisqa film bo'lsa, anandan keyin buningda asosliq nuqtani mujassamlab ro'shan ko'rsatib beradigan bo'lsa, xalqimiz bundan foydalanib qolgan bo'lsa, bundan ibrat olsa, bundan bir tarbiyalanib qolsa, Xitoy tarafidan o'rlashtirilgan mayli birlik sap bo'lsin, mayli chet eldagi Xitoyga vasitlik qilayotgan ba'zi tashkilotlarning hamkorligida o'rinlashtirib qilayotgan va Xitoyga moyil insonlardan boshqa Yevropa va Turkiya har qaysi davlatlarda shu yerning vatandoshligini olgan qarindoshlarimizning Xitoy tajovuzchilarining mujundoq bir qiltiqqa tushib ketmasligini ogohlantirish maqsadida bu filmni ishlab xalqimizga shu 12 noyabr kuni suna olgan bo'ldik. Bu filmda bosh rol olgan Varis Sargaz navbatda Turkiyada kino televiziya kasbida ishlayotgan yosh bo'lib, Gollandiyadan Urumchiga tuqqay yo'qlashga borgan Odilning roliga chiqqan. U o'zining bu filmda rol elish jarayonida vatanga bir qatim berib shu savol so'roqqa rostilla duch kelgandek bir hissiyotga kelganligini radio anglovchilar bilan o'rtoqlashib o'tdi. Men o'zim 6 yilni yangi Turkiyada teatr va kino film sohasida ishlayapman. Men bu filmdagi Adil degan obrazni canlandırdım. Bunu canlandırış jarayonida bu diasporadagi har qanday bir Uyg'urning beshiga keladigan bir voqelik bo'lganligi uchun buni nihoyatda yaxshi ham tabiiy shaklda elishga tirishdim. Bu filmni ishlash jarayonida vatanimizga bir qitim borgandek bo'ldim. Ko'rinishlardan, undan keyin bu filmni ishlash jarayonida his tuyg'ularimiz shu yönde bo'ldi. Ammo vatanga borsaqmi, beshimizga qanday kunlarning kelganligini ko'rib, shu filmni ishlash jarayonida ko'nglimiz yerim bo'ldi. Bu film 12 noyabr kuni Avstraliya, Yaponiya, Gollandiya, Shvetsiya qatorliq davlatlarda birli vaqtda tor orqali qo'yilgan hamda filmni ko'rguvchilardimi alohida ta'sir qoldirgan. Bu filmni Gollandiyadan tor orqali ko'rgan lager shohidi Qalbinur Sidiq xonim o'zining bu filmni ko'rgandan keyingi ta'sirotlarini radio anglovchilar bilan o'rtoqlashdi. Hamda bu filmni biz ko'rgandan keyin shuni his qildik. Tajovuz Xitoy hokimiyati o'zining butun dunyo xalqaradagi sharmanchiliklarni qilayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyatlarni yepish, yushirish uchun oz bo'lmagan hilini
nayrang taktikalarni o'ynadi. Bir qism Uyg'urlarninki bilib bilmay o'zi uchun xizmat qiladigan jasusga aylanishiga sababchi bo'ldi. Demak, tajovuzchi Xitoy hokimiyatining shu atalmish ishni ichiviti siyosatiga nurg'un Uyg'ur qarindoshlar ashunga tushib, vatanga berib kelib tuqqanlarim yo'qlayman, opamni yo'qlayman degan bana bilan berib kelgandan keyinmi bilib bilmay ashlarning vazifasini o'rinlayotidi. Qaytib kelgandan keyin har xil ta'tir tashviqotlarni qilib, da'voyimizga nihoyat cho'ng ziyon olib keldi. Shvetsiya Uyg'ur birligi ikki jumhuriyatning qurilish kuni munosabati bilan birlik a'zolarini bir yerga jam qilib bu filmni ko'rgan. Birlik raisi Baxtunur Abdurayim bu munosabat bilan radiomiz ziyoratini qabul qilganda filmda ishlatilgan kiyim-kechaklar va tasvirlangan voqealar Sharqiy Turkiston va Uyg'ur muajiratidagi amaliy reallikni yo'ritib bergan dedi. Qaytish filmini ko'rish nasib bo'ldi. Biz hammamiz hayajon, ta'sirli minutlarni barabar o'tkazdik. Filmninki bir necha turli olayligini deb o'tishga to'g'ri keldi. Filmga naytimi jiq ajr qilingan, ssenariysi nayt puxta, xalqchil, ommabop tillar bilan yozilgan. Ana rol olgan qarindoshlarimizmi tabiiy shunchalik mahorati bilan rol olgan. Ichki tuyg'u va amaliy harakatlari naytimi jipslashgan, jo'g'rilib ketilgan. Chiroylardagi ifodalar yaratganda. Nabijon A'loning bildirishicha, qaytish filmi orqali muajiratdagi Uyg'urlarga Xitoyning hiyla nayranglariga aldanmaslikni eskartish maqsad qilingan. Bu filmni ishlash jarayonida duch kelgan ba'zi qiyinchiliklarni alohida tilga olgan Nabijon A'lo bu vaqtdagi ko'z qarashlarini radio anglag'uvchilar bilan o'rtoqlashdi. Bu filmlarni ishlash jarayonida biz qiyinchiliklar yo'liqmidikmi deganda yo'liqib, shu artistlarimizni qisqa muddat jihatda tarbiyalashga biroz qiyinchilik bo'lgan bo'ldi. Andan keyin rollarga mos keladigan odamlarni tepish jihatda bizga zo'r qiyinchiliklar bo'ldi. Chunki biz bu filmda Xitoyga qarshi, Xitoyning abdi bashirisini ochadigan film bo'lganligi uchun nurg'un insonlarimiz, biz taklif bergan insonlarimiz bundan qo'rqdi. Ya'ni bu rolga chiqib qolsa Xitoy tajovuzlarining vatandagi tuqqanlarini qiyin qistoq ilishi va yoki turmalarga tashlashidan ansirdi. Buning uchun bu filmga chiqishdan bosh tortdi. Ammo bizning qaysar, irodali, ketalda yetilayotgan yoshlarimiz Xitoydan hech qo'rqmadi. Shunday bo'lmaydi, men bu rolga chiqib bera olayman deb naydi tashabbuskorlik bilan bu rolni naydi yaxshi oldi. Bundan ya'ni shuni tushundimki, bizning avlodlarimizni yaxshi tarbiyalasak, o'zining ortiqchiligini bilib shu ortiqchilik bo'yicha tarbiyalasak, bizning avlodlarimiz naydi yaxshi natijalarni yarata oladi ekan degan nuqtani bu film ishlash jarayonida tushungan bo'ldim. Umuman bu filmda vatanga tuqqan yo'qlashga borgan bir Uyg'urning voqealigini tasvirlash orqali Xitoyning tashqi dunyoga qaratgan ikkiyuzlik tashviqoti, shundoqla Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni yushirishdagi razil o'yinlari filmdagi artistlarning harakatlarida chinlik asosida gavdalantirilgan deb qaralmoqda. Mazkur film hozircha haqsiz tarqitilmaydigan bo'lib, qiziquvchilarning haq to'lab ko'rishiga echib etilgan.